Bizni o'zbeklar juda soddada. Agar uyidan bir taqiqlangan narsa chiqsa yoki bo'lmasa mashinasidan yoki yashash uyidan biror taqiqlangan narsa chiqsa, yildan burun, "Voy, bu kimniki? Meniki emas. Qayerdan kelib qoldi?" deb boradida ushlashadi. Ey sodda xalqim, uyingizdan dinamit chiqadimi, taqiqlangan ekin chiqadimi, narkotik chiqadimi, nima chiqishidan qat'iy nazar, agar siz ushbu narsani egasi emasmisiz, uni borib tekshirishga intilmang. Uni borib qo'lingiz bilan ushlamang. Вообще umuman, absolyutno qo'lingizni tekkizmang. Deylik uyingizdan salafanda narkotik chiqdi. Uni biror bir dushmaningiz qo'yib qo'ygan. Agar bu meniki emas, qani bir ko'raychi deb ushlasangiz, salafanda nima chiqadi? Sizni barmog'ingiz chiqadi. Salafan ekspertizaga berilganda, salafandan faqat sizni barmog'ingiz chiqqandan keyin sizniki bo'lmagan narkotik siznikiga aylanadi. Shunday ekan, uyingizdan chiqadimi, transport vositangizdan chiqadimi, siz o'zingizga begona yoki o'zingiz tomoningizdan qo'yilmagan narsami, uni olib, ko'rib, tekshirishga yoki ko'zdan kechirishga intilmang. Nima bo'lmasa shu bo'lsin. Birinchi navbatda advokatga telefon qiling yoki advokat bilan ta'minlashlarini iltimos qiling, advokat bilan ishga kirishing.